Dostlarıma gaplashadigan qizim bilan tanishtiraman deb hozir prank atamiz, hazil atamiz. Ya'ni Malika aktyorskisi güçlü qiz, lekin Malikani Asal deb tanishtiraman hozir tanishlarima. Sizni bir qiz bilan tanishtirjakman. 4 oydan beri atlashaveramiz bor. Niyatim ham jiddiy, xudo xolasa. Muhor, bir gap topmag'in. Demaysana, ha? Ana o'zi kelayotir, bo'ldi. Ichingdan pishgasan, ha, qarab. O'zi kelayotir, turing, hayajonlantirib turing. Assalomu alaykum, nasılsın? Yaxshimisiz? Nima, Husana? Asal Husana. Nerede okuyorsan, okuyorsanmı? Ava Urdu'da o'qiyman. Sizlar gaplashtiranglar, men so'yib kelaman. Nima ichasiz? Olaver, ne olasın? O'zingiz bilasiz-ku. O'zingiz ne ishlar bilan shug'ullanasiz? Ha, ben bloggerchilik etaman. Videolar görgensen devlet bilen çıkamam. Ava ko'rganman, ana u Koreya Jamila Instagramda necha podpischikangiz bor? 10K oldu. Siz bir-birimizga podpiska bosib qo'yaylik. Devlet ne oldu ekan? Yo'q, davlat bilish shart emas-ku, bosib qo'ysa ketmaydi hali. Yok ay berba açış gerek de. La geldi. Ekkeldim suğulanı. Şehirde çıkış getirsem. Davlat bu suvdim sovuq. Şuna? Men sovuq suv ichmasligim bilarasiz-ku. Necha kelasizmi suv? Yaxshi olmaslik keladimi? Yo'q, endi kerakmaydi. Har doim shunday turasiz. Har doim meni tushunmaysiz. Shunday narsalar ustida urushib ketamiz, oddiy narsalarda. Yaxshi 2 metrlik ish qazib berib boraman, olmaslik keladimi? Yo'q, endi kerakmaydi. Har doim shunday qilasiz. Tushunmaysizmi meni ozgina olsam? Az olmaslik keladimi? 2 yaxshi shuni. Davlat ong'i yo'qmisiz? Ong'i yo'qlik bilan nima aloqasi bor buni? Har doim shunday turasiz. Yaxshi 2 olmaslik kelaman deb turibman, ong'i yo'qmisiz deyish nima kerak axunga? 2 suni olmaslik kelaman hozir. Rostdan ongiz yo'q, ishonavering. Ketdimmi? Yo'q, bilar edim, sovuq suv ichmasligini normalniy suv ichar edim. Men sovuq suv keldim. Çünkü an yok bolasın milli. Xafa bo'ldi, shunday dedi. O sen iş tutmasan ne oldu yani? Bizlar qo'shiray, gulish qo'shiray, mana boshqacha guladi. Devlet sen cıllı bulsan.